Minecraft, lekin men mana shu megablok ustida nima qilib bo'lsa ham tirik qolishim kerak va boyib ketishim kerak. Mani boy qiladigan narsa u orqamdagi narsa deb umid qilyapman. Chunki bu yerda Lucky Block bor ekan. Tasavvur qilinglar, mana Lucky Block bu yerda biza almaz topishimiz kerak deb turgan joyimda 10 ta almaz bor ekan. Yaxshi. Bizda ikkita bittasi tushib ketdi. Ikkita mol bor. Bu mollar bilan so'yib, qarochi go'shini olib soqqa qilsak bo'ladi-da. Naryoda Enderman oldimizga kela oladimi? Nima deb o'ylaysizlar hozir? Basharasiga qaraymiz. Kela oladimi oldimizga? Ayo, yuribdi, kela olmas ekan. Yaxshi, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Biz videoni davom ettiramiz. Hozir men mamtga tushib olishim kerak. Chunki bu yoqda daraxtlar bor, sanduqning ichida. Chunki bu kartani vobshe ko'p o'ynaganman. Boshqa videolarimni ko'rganlar kommentariyaga yozib qoldirsanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. Qarochi, like bosinglar, obuna bo'linglar. Fikringlarni kommentariyaga yozinglar. Men bitta g'or odamlar o'tirgan oldin. Hozir unaqa odamlar o'tirmayapti, chunki bu yoqda faqat men borman, g'or odamlar yo'q. Bizaga ozgina bloklar kerak, ozgina emas, ancha bloklar, chunki biza nargi betlarga o't olishimiz uchun bloklar kerak bo'ladi. Bloklarni qayerdan olamiz? Mana shu yerdan olamiz deydi. O'shaning uchun mana shu yerlardan sekin olishni boshlaymiz. Uje menda 11 ta, 12 ta, 13, 14 ta yaxshi. Sekin bizada rezultat bo'lyapti. Men o'ylayman, menimcha birinchi bo'lib temir olgani borsak, temir olga nega 16 bu boshqachasi ekan. Men 16 ta, bir stagli 16 taga ko'chib qoldim deb o'ylayman. Qarochi, bu yoqdan daraxtni olib ham soqqa qilsak bo'ladi. Bizga daraxt kerak, lekin bular o'sib chiqqunicha qancha vaqt ketadi bilasizlarmi? Bilmasanglar, men ham bilmayman. Kommentariyaga yozinglar, biladiganlar qanchada daraxt o'sib chiqadi. Men bilmayman. Uje kech bo'lyapti. Bu yomon, chunki skeletlar, qanaqadir zombi-pombi bir bola maraz narsalar bu yerda paydo bo'lishni boshlaydi. Bu bizga prosta xalaqit beradi, lekin foydasi pashti yo'q. Skelet foydasi bor, uni nima deydi? Anonsini olib, skeletni nima deydi? Nima edi anu? Suyagini olib, biza daraxtlarimizdan o'stirsak bo'ladi. Ne только daraxt, bir boshqa narsalar eksak, ekin, nimadirlar eksak, o'shani o'stirsak bo'ladi. Ato boshqa foydasi umuman yo'q-da, to'g'rimi? O'shaning uchun videoga like bosish kerak, kanalga obuna bo'lish kerak. Bunaqa kontentlar ko'proq chiqishi uchun mana yomg'ir ham yog'yordi. Voybo, qani biza TNT ga borishimiz kerak. Chunki bu yerda temir olishimiz kerak, lekin undan oldin bizga daraxt kerak. Biza daraxt olishimiz kerak, lekin men bu borsak, mana bu sassiqcha turibdi. Bu bo'lsa biz ola olmaymiz daraxt. Bu degani biza yo bu yoqqa borishimiz kerak, yo bu yoqqa borishimiz kerak. Bizaga qaysi biri eng yaqini mana bu edi, lekin mashinaga borish variantida bor-ku. Xo'p, tezroq qaror chiqarish kerak, qaror qabul qilish kerak. Yoki men bu to'g'rida o'tib ana 3 tali daraxt olsak qalay bo'lar ekan, nima deysizlar? Ketdi, shunaqasi harakat qilib ko'ramiz. Bo'ldi, skelet ham kakras kirib ketdi. Yo'limdan hozir men bilan skeletlar chiqib qolmaydi degan umiddaman. Chiqib qolsa ham yomon bo'ladi. Opa. Mana bo'ldi, daraxtlarimiz yetdi. Hozir bu yerdan ozgina daraxtlar olamiz va undan keyin TNT blokiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Chunki yoqda temirlar bor. Temirlarni olib, almazlar olsak bo'ladi. Temirdan full branya qilib olsak, bizga zombilar ham, skeletlar ham, creeperlar ham uncha xavf sola olmaydi. O'shaning uchun hozir tezroq rivojlanishimiz kerak va yana boy bo'lish uchun almaz olamiz, temir olamiz, oltin balki olarmiz, lekin oltin kerak emas menimcha. Men kerak emas deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Oltin, boy bo'lish uchun oltin kerakmi Minecraftda? Eng zo'ri almaz, nezerit. Bu yerda nezerit bormi yo'qmi bilmayman, lekin almaz kerak emas. Almaz nima? Oltin kerak emas. Shu narsasini bilaman. Undan ko'ra u Lucky blokiga borsak, yo'qda normalroq narsa chiqishi mumkin. Lekin aniq nima chiqadi o'shanisini bilmayman. Menda уже 10 ta daraxt bo'ldi. Yaxshi. 10 ta daraxt. Va nima deb o'ylaysizlar? Mendagi loy bloklar bu betga o't olgani bizga yetadimi yoki yetmaydimi? Buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hozir biza bitta kirka olgandan keyin tekshirib ko'ramiz. Kirka tosh olishimiz kerak hali. Voy, qarochi problema katta ekan, obunachilar, biz ancha sayohat qilar ekanmiz hali. Xo'p, biza bitta kirka yasaymiz. Bitta kirka yasab olganimizdan keyin men buni olishimiz kerak, chunki o tosh blokiga o'tgandan keyin men seni hozir o'ldiraman. Endi chopib o'tdim, men krisa kelib yo'limdan o'tib ketib qoldi. Qaranglar, hozir tosh olsak, tosh olgandan keyin biz 12 ga borib temir olamiz. Temir olganimizdan keyin 12 ga borib almaz olamiz. Mana bu tosh bormi? Mana shu tosh bo'lsa, yo'q ekan bu yerda. Mana bu yerda lekin polibomi tosh bor. Xo'p, yetadimi yo'qmi men bilan? Tushib ketdim. Mayli, tushib tirilib, qarochi bugunimcha sizlar like bosib qo'yinglar. Let's go.
Qani edi boyagi joy? Ketadigan mana bu yoqda ekan. Ikkita blok qo'ydim, sirasi bam tushib ketib qolsam bo'ladim. Shunaqasi ham bo'lib turar ekan, obunachilar, to'g'rimi? Opa, buni qo'yamiz. Bam 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 bam. 15 ta bo'ldi. Bam 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 bam. Bam bam. Yetadimi, yetmaydimi qani? Bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi, menimcha. Yo, menimcha yetadi. Yetar ekan. Ikkita ham ortib qoldi. Let's go. Короче, bemalol yetdi. O'sha bizda qani 3 ta, yaxshi, 3 ta tosh bor. Endi bunga bitta toshli kirka yasaymiz va eskisini Misrga tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Chunki bizga kerak emas u. Umuman kerak emas. Biza yana ortiqcha toshlar ham olib qo'yamiz, chunki hozir biza yo'ldan narigi betga o'tish uchun yana ko'priklar quramiz. O'shaning uchun ham bizga ozgina kerak bo'ladi. Olmos blokning ustini qaranglar, nima bo'lo? Yo-mayo. Bu atelab Minecraft bor, meni qiynash uchun atelab o'shatga o'sha narsalarni qo'yapti. Chunki ko'rasizlarmi? Hozir tushib ketadi dema, ehtiyot bo'lish kerak. Davay ichiga tushib ko'ramiz, nima deysizlar? Menga qiziq, chunki esimda yo'q buni tagidan nima borligi. Balki normal narsalar chiqib qolar, balki chiqmas, balki umuman yo'qdir u narsalar. Qani ko'raychi, nima bor ekan o'zi bu yerda. Bu yerda portal bor ekan, biza anoga ketsak bo'ladi, Ender Dragonni o'ldirgani. Bu yoq hozircha bizga kerak emas. Endi bitta tapor ham yasab olsa, taporni temirdan yasaymiz. O'mantga borib ozgina temir olib kelib, undan keyin yana qaytib kelamiz bu yerga. Voy, короче, boy bo'lish oson emas, obunachilar. Ko'rasizlar, men boy bo'laman deb nimalar qilib tashyapman bor. Let's go. Hozir u yoqqa o'tib olishimiz kerak. U yoqqa toshdan yo'l qilamiz menimcha, chunki taxtalar bizga ozgina kerak. Tosh topish problema emas, chunki biz hozir temir bekor qo'ydim-da buni. Pastga qo'yishim kerak-da. Davay past teshiylik-da. Mana mashta teshsak, menimcha normalniy bo'ladi. Undan tashqari bizga anchagina loy yig'ilib qoladi, loy bloki. Ketdi. Xo'p, bu yo'lani buzib tashlaydigan bo'lsak, bizda yana nechta masha loyi o'ziga yetolsak zo'r bo'lardi bor-ku. Qani TNTni oldidan chiqamizmi yoki yo'q? Qani? Voy, prям ichiga как раз. Mana to'g'ri yursak 21 ta yetadimi yoki yo'q? Nima deb o'ylaysizlar? Qani 8 ta qoldi уже bizda. 6 ta, 5 ta, 4 ta va mana bu to'rdan qilsak, yaxshi, bemalol yetdi. Dasha ortib ham qoldi. Buni o'tirib olish kerak. Yaxshi, bizda bitta bloki bor, 9 ta. 9 ga 9, 18 ta bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tib olishimiz kerak ekan. Mana buni qo'ysak, yo'q, bu yoqqa tushib o'tiramiz. Mamutdan yana bitta olsak, bo'ldi, menimcha yetadi temir. Ortiqcha shart emas. Olaveramiz ham yana bitta. Mayli, bittasi ortiqchalik qilmaydi. 4 ta olaveraylik. Birato'la. Hozir men bitta kirka, bitta tapor yasayman. Mana musurga, o'sha kerak emas bizga. Buni qo'yib, xo'p, temirdan yasashimiz uchun bizga nima kerak? Birinchi men buni maydalab olishimiz kerak ekan. Maydaladik. Buni olamiz. Bo'ldi. Voy, bekor yasadim-da. Hozir antga borib almaz olardik-da. O'sha almazdan kirka tapor yasardik. Hozir yana almazdan alohida yasashimga to'g'ri kelyapti-da. Mayli. Kalla ishlamay qopti-da shu paytda. Yomg'ir tinsa ham yaxshi bo'lardi yoki mana bu daraxtlar o'sib chiqsa zo'r bo'lardi. Bori ketdi, короче, almaz blokiga borib, almazlarni ozgina olamiz-da. Mana bundan olsak. Yaxshi, mana blok olib ketsak ham bo'ladi, tez blok olinadi. Bugun uxlab olsak ham bo'ladi. Davay, hozir uxlaymiz-da. Undan keyin borib almaz olamiz. Uxlashga kravat bor. Hop. G'alati rangdagi kravat, mayli. Uxlashga bo'laveradi. Yaxshi yotdi. Tezroq tursa biza ketardi. Yozi soqqa qilgani bu turaversam. Mana buni olamiz. Mana bitta bir pachka deydi-mi? Короче, anchagina daraxtlar bor. Vau, quyosh chiqsa вообще chiroyli bo'lib qolar ekan. Chiroyliligini qaranglar atrofga. Normalniy hozircha zo'r ketyapti. Buni oldik. Bizda 11 ta bor уже. Antiga skeletlar уже maydalanib ketdi. Suyagini olishga ulgursak, borgunimizcha yo'q bo'lib qolmasa, biza ana qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni daraxtlarimizdan o'stirib olsak ham bo'lardi o'zimizning joyimizdagi. Уже creeperlar oldimga kelishni boshlayapti. Yaxshi, bittasidan qutuldik. Mana bu yerga blok qo'yib bo'lmas ekan, mana bu yerga qo'yib yuboramiz. Yo'da sekin suramiz. Tezroq mana suyagini olish kerak. Yaxshi, bitta suyag oldik. Ikkita suyag oldik. Portlasin chiqani. Bam.
Lekin mana bunaqa almazlarni tushirib bermadi, almaz bloklarni. Короче, bo'ldi, mana buni ham olamiz. Biza ko'proq almaz olamiz, chunki biz boy bo'lamiz deb maqsad qo'yganmiz. Boy bo'lishimiz uchun biza ko'proq almaz olishimiz kerak. O'shanda menimcha normalniroq bo'lardi. Let's go. Короче, nechta bo'ldi bizada? 8 ta. 8 ta kammiz, obunachilar biz ko'proq olamiz. Hoppa, buni qo'yib qo'ysak, qaytishimizga shart emas. Buni ham o'tib qo'yamiz. Bu kerak hozir. Mana bu hozircha kerak emas. Yana olaylik onasini. Ko'p ekan-ku, qali o'tdi. Kamayib qolganda ham mayli edi. Oppani, yaxshi. Короче, hozir kirka topor yasamaymiz-da, kerakli payt yasaylik yoki hozir, hozir davay full boshdan oyoq kiyim yasab qo'yamiz. Mana buni bo'tga qo'ysak, qaranglar, cho'p yasadim. Bu cho'pga endi mana buni maydalaymiz. Polniy full maydalab tashlab, bu bizada 2 stak. Yaxshi 2 stak, pashti 2 stak. Qaranglar, bitta kirka, bitta topor yasaymiz. Undan keyin ishton, tapichka, mapichka, kiyim, voy, 2 ta ishton yasab oldim. Boy bo'lish ham qiyin endi obunachilar, bitta narsalarni 2 ta 3 tadan yasab olasizlar. Buni kiyamiz, buni kiyamiz, buni kiyamiz, buni kiyamiz. Bo'ldi, full almas. Mana bular kerak emas. Chotki, mana. Tushib ketma. Lekin bu kerak, Versaga olishimiz kerak. Endi portlab ketdimi? Mana bloklarim qani? Mana bitta blok bor ekan. Cho'chib ketdimi? Ana yerdagi o't otganimizda portlamadi, endi portlab ketdi. Cho'chib ketdim o'shanga. Let's go, ketdi. Короче, orqaga qaytamiz. Bitta daraxt, men ko'z ostim yopib qo'ygan daraxtni o'stiramiz. Agar o'smay qolsa, farqi yo'q. Bizga вообще farqi yo'q. O'tdi, короче. Mana men bu daraxtni o'stirmoqchiman. Mana, prям mana shu daraxt. Chiroyli-da, menga yoqdi. Xo'p, endi o'stiramiz. O'smadi. Yetmay qoldi. Damn bro. Короче, agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz boy bo'lamiz deb maqsad qo'ydik va mana boy bo'ldik. Mana buni bo'tga olsa bo'ladimi? Bo'lmasa ekan, mayli, mana. Короче, boy bo'lib ketdik. Bizada almazlar VIP, hamma narsa VIP. Короче, ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar kommentariyaga yozinglar. Let's go.